Dunyoni 80 kunda piyoda aylanib chiqsa bo'ladimi? Buni hozir bilib olamiz. 1998-yil 1-noyabrda bu odam butun sayyorani piyoda kezgan yagona inson bo'lish maqsadida safarni boshlashni niyat qildi. Karl Bushby o'z sayohatini Chili janubiy chegarasidan boshladi. Uning maqsadi Angliyaga hech qanday samolyotlarsiz, hech qanday mashinalarsiz faqat oyoqlar bilan yetib borish edi. Bushby Chilidan boshlab, keyin Peru, Ekvador va Kolumbiya orqali piyoda harakat qildi. U dunyodagi eng xavfli o'rmonlardan bittasini ham kesib o'tdi. Keyin u Markaziy Amerikaga, keyin Meksika, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va nihoyat Alyaskaga yetib oldi. U joyda Bering bo'g'ozi bilan yuzlashdi. Keyin dengiz muzlashini kutdi va tarixdagi birinchi bo'lib Amerikadan Rossiyaga piyoda o'tgan inson bo'ldi. Keyin u Sibirdagi sovuq kengliklar bo'ylab oldinga harakat qildi. Keyin u Mongoliya, Xitoy, O'zbekiston va Turkmanistonga yetib bordi. Ammo 2024-yilda Kaspiy dengizi uning yo'lini to'sdi. Rossiya va Eron esa unga kirishga ruxsat bermadi. Shunda Bushby imkonsiz ishni amalga oshirdi. U 259 kilometrni dengiz bo'ylab suzib o'tdi. Ozarbayjonga kirib, keyin Turkiyaga yetib oldi va endi 25 yil o'tib, Bushby nihoyat Yevropaga qadam qo'ydi. U 2026-yil sentyabr oyida o'z uyiga yetib borishni umid qilmoqda.